Amerika'da Xitoyga chetishliq qonunsiz tajribaxona fosh qilindi. Hamda albatta dunyoning hamma yerida, mayli Xitoyning ichida bo'lsin, bu Xitoyning sesiqchiligi, yo'lsizligi, jinoyatlari, har yerdan xuddi yiringdab ketgan bir yer bormidi. Nani açsa, shu yerdan o'rlab chiqadigan. Shu darajada butun dunyoda har kuni bu Xitoyninki satchiligi oshkorlanayotgan insonni cho'chitudamdi. Mayli nadi, yillarcha shu g'arb dunyosida yashagan bo'lsa-mu, yana o'xshash bu Xitoyninki o'zgarmas jinoyatlari satchiligi oshkorlanib kelyotdi, qadrli ko'rmalarimiz. Bu qatim Amerika Federativ Tekshirish idorasi FBI va Las Vegas soqchi idorasi oldin qapti soqchilarning bir to'ralg'udan mingdan ortiq gumonliq xatarlik biologiyalik avrishkilarni qo'lga tushirganligini bildirgan. O'ylab qayli. Mazkur uy egasining 2023-yili Kaliforniyaning Ridley shahrida fosh qilingan qonunsiz biologiyalik tajribaxona delosidagi Xitoy ekanligi alohida diqqat qo'zg'agan. Qarab qayli. Uning Xitoy rejimi va armiyasi bilan aloqasi bo'lishi mumkinligi ilgari surilgan. Fransiya Xalqaro radiosining aloqador xabarida shu vaqtdagi Las Vegas soqchi idorasining alohida qurolli soqchilari o'tgan shanba bir ruxsatsiz biologiyalik tajribaxona haqidagi yip uchiga asosan aqtirish buyrug'i bilan shu yerdagi bir to'ralg'uga borgan. Soqchilar to'ralg'udagi quluplab qo'yilgan bir mashina skeletidan ko'p miqdorda tajriba uskunalarini bayqagan. Soqchi taraf bayonotida biologiyalik modda va suyuqliklarni o'z ichiga olgan ba'zi dalil isbotlarning intayin ehtiyotkorlik bilan yig'ib olinganligini va tekshirish uchun Federativ tekshirish idorasining tajribaxonasiga avatilganligini bildirgan. Tekshirishda oshkorlanishicha, mazkur to'ralg'uning amaliy igdorlik huquqi bir shirkatning nomiga tizimlangan bo'lib, bu shirkatning mas'uli Chujabey ismli Xitoy ekandi. Mazkur Xitoy 2023-yili Kaliforniyaning Ridley shahrida ruxsatsiz biologiyalik tajribaxona ochganligi uchun federativ hukumat tomonidan ayblangan bo'lib, hozir qamoqda ekanda bu Xitoy hamda. U ilgari Kanada tutish buyrug'i chiqargan qochqin bo'lib, Xitoy rejimi va ozodlik armiyasi, ya'ni Xitoy armiyasi bilan quyuq aloqasi bor deb gumon qilingan bir Xitoy. O'ylab qo'ying, bir Xitoy tajovuzchilarining Xitoy rejimininki butun dunyoda shundaq mayli universitetlarga kirgizayotgan maxfiy josuslari bo'lsin, har qaysi davlatlarda har xil kimlik bilan shu yerda shu davlatning eng sezgir uchurlariga, shu davlatdagi nurg'un xalqning uchurlariga erishish uchun, o'g'irlash uchun, hatto Turkiyada bosh bo'lgan narsani o'ylab qo'ying. Xitoyning butun dunyoda kun sari oshkorlanayotgan, ya'ni oshkorlangani bu bo'lsa, oshkorlanmaganlari qanchalik buni tasavvur qilishimiz kerak ekan. Dunyoning hamma yerda har kuni xabarlarda hele u yerda, hele bu yerda bu Xitoyning satchiliklari, shundaq beshamliklari, jinoyatlari oshkorlanib turibdi, qadrli ko'rmalarimiz.